Agrozamin mevali ko'chatlar gruppasini kuzatuvchi obunachilarimizga juda zo'r yangilik bor, chunki O'zbekistonda endi yil 12 oy shaftoli yeyish mumkin qishda ham. Hozir bizda sinov tariqasida 4 xil navimizdan olib kelib ekkanmiz. Mana Tbilsida ko'rib turibsizlar, bugun 20-dekabr adashmasam chislo bo'laveradi. Ko'ryapsizmi holatini? Gullagan, o'tgan yili meva ham qilgan. Giloslari qo'yganman buni. Bu yerda 5 xil yangi navdagi shaftollar bor. Shaftollarning navlarini xudo xolasa meva qilganda ko'rasizlar. Hozir bu navlarni aytolmaymiz. Aytgan bo'lsa kerak, bu o'zimiz ekyapmiz. Yangi navdagi Patagonia degan shaftoli bor, Lucello bor, Diamantina. Bunaqa navlar. Hammasi gullab yotibdi o'rtoqlar. Qiziq ma'lumot, Tbilsalar bo'lsa, bo'sh foydalanilmayotgan bo'lsalaring, mabodo shaftoli, o'rik Turkiyada ham mana yetishtirishyapti. 1 kilosini $44 dan sotilganini ham ko'rdik biz. Mana. Ushagan o'sha mevasi chaynlab, shaftoliga chaynlatuvchi kerak emas. Shuning uchun o'zini o'zi chaynlab, bemalol hosil olaveradi, o'zini o'zi chaynlatadi bemalol. Bunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, bizdan sotib olishlari mumkin. Bu in vitro laboratoriyada ko'paytirilgan payvanddagi Garden payvanddagi shaftoli sortlari asha eng zamonaviy navlar. Sinov tariqasida ekilgan. Mana Tbilsan nimani ichiga ham yangi navlardan ekib qo'yilgan. Buni ham ichida ko'chatlar bor. Ma'murlar videolarga like bosib, videoga davom etamiz. Ko'rsatib.